Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil birinchi mavzudan 111, 112, 113 savollarni yechimini ko'rib chiqamiz. Savollarimiz nazariyaga o'xshashroq, qo'ldan kelgancha yechim qilamiz. Demak, 111-savolga qarasak, bir xil massada olingan qaysi gazning hajmi litrda normal sharoitda katta bo'ladi? Biz oldingi video darslarimizda mana shu tipga doir masalani to'liq yechim qilib bergandik. Ya'ni bir xil massada olingan qaysi gazning hajmi litrda katta bo'ladi desa, bir xil massada olingan turli xil gazlarning massasining eng kichigining hajmi katta bo'ladi har doim. Demak, massasi eng kichigi qaysi bu yerda bizda? Azotni qarasak 28 gram, kislorod 32 gram, molekulyar holda bo'lsa xlor 71 gram, vodorod 2 gram. Demak, bizda to'g'ri javobimiz B javob vodorod bo'ladi. 112-savolga qarasak, bir xil massada olingan qaysi gazning hajmi normal sharoitda kichik bo'ladi deyapti. Tepadagini teskarisini aytyapti endi. Endi nima bo'ladi? Bizda qoida ham tepadagiga nisbatan teskariga o'zgaradi. Bir xil massada olingan turli xil gazlarning massasi eng kattasining hajmi kichik bo'ladi. Demak, javob varianti berilganlardan eng katta hajmli gazni, eng katta massali gazni tanlashimiz kerak. Shunda uning hajmi kichik bo'ladi. Demak, eng katta bu yerda azot boya aytdik 28 gram, kislorod 32 gram, vodorod 2 gram, xlor 71 gram. Demak, bizda xlor bo'ladi. To'g'ri javobimiz D javob. 113-savolga qarasak, quyidagi gazlarning qaysi biri sharga to'ldirilganda havoga ko'tariladi? Endi tasavvur qiling, mana bu bulut shaklidagi havo sharlari deb tasavvur qiling. Yer tortish qonunlari ham bu yerda katta rol o'ynaydi. O'shanga bog'liqda o'zi asosan. Bizda 4 ta javob variantlar berilgan. A javobda xlor, B javobda vodorod sulfid, C javobda metan, D javobda oltin yungor toroksid. 4 talasi ham sharlarga joylashtirib oldik. Misol uchun xlor 71 gram massasi, vodorod sulfid massasi 34 gram, metan massasi 16 gram, oltin yungor toroksid massasi 64 gram. Bitta qoida bor. Gaz havoga ko'tarilishi uchun gazning massasi havoning massasidan kichkina bo'lsagina u gaz to'ldirilgan shar havoga ko'tariladi. Tushunarli? Demak, havoning massasi bizda biz bilamiz 29 gramga teng. Demak, mana bu quyidagi sharlardan qaysi biri havoga ko'tariladi desa, qaysi biri kichik? 16 gram. 29 gramdan kichik, massasi kichik. Shuning uchun metan to'ldirilgan havo shari yoki shar desak ham bu havoga ucha oladi. Ya'ni chunki nima sababdan? Chunki metanning massasi havoning massasidan kichik.